Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana pochtaga kelganman. Ko'rib turganlaringdek, postga do'stlar. 3 ko'zli sim karta bilan ishlaydigan, quyosh panel bilan ishlaydigan kameramizni hozir Qashqadaryo viloyati Kasbi tumaniga beryapmiz. Xo'ja Hayron qishlog'iga Sharipov Sherzod akaga berib yuboryapmiz. Sherzod akamiz do'stlariga oldilar. Kamilonlik do'stlariga oldilar. Bekzod akaga oldilar do'sti. Shuni olib hozir mana Sherzod akaga beramiz, do'stlariga sovg'a qilar ekanlar. Yaxshi kunlarga ishlatsin. Xo'p, bunimizga keladigan bo'lsak, aytganimdek sim karta bilan ishlaydi. 3 ta ko'zi bor, pastdagi o'rtadagi 360 aylanadi. Odam o'tganda harakatga qimirlaveradi do'stlar. Va tepada quyosh paneli bor. Xolasalar to'kka ham ishlataveradilar buni. Bu 4-kamera olishlari bizdan. Sherzod akani 4-kamera olishlari. Undan oldin ukalariga, ular do'stlariga ham oladi, yana do'stlariga olyaptilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar, bepulga yetkazib beramiz O'zbekiston bo'ylab.